Assalamu alaykum qarindoshlar. Mening ismim Umarjon Amdul. Men Sharq Turkistonning Qo'rli shahridan bo'laman. Men bugun urug'da qolim uchun guvohlik bermoqchi. Bu rasmdagi bo'lsa, mening qiynotam Avulmit Ziyovuddin Qo'rli shahridan 53 yosh. Bu qiynotam 2017-yil oxirida tutib ketilib, hozirgacha hech qanday bir elektrik to'g'risi xabari yo'q. Mening qiynanam Yörgül Barat 49 yosh. Qo'rli shahridan. Bu qiynanam o'xshash 2017-yil oxirida tutib ketilib, hozirgacha hech qanday elektrik to'g'risi xabari yo'q. Bu rasmda bo'lsa, mening ayolimning akasi Muhammad Tayir Avulmet. Muhammad Tayir Avulmet 2017-yil 3-oyning oxirida Misrdan Qo'rliga tushib, Qo'rlida tutqun qilinib, hozirgacha hech qanday bir elektrik to'g'risi xabari yo'q. Oxirida men shu Amerika Birlashgan Davlatlaridan va Yevropa Ittifoqidan shundaqla butun dunyodagi insonlardan bizga yordam qilishini so'rayman. Bizga destek berishini, shu oil urug'dorlarimning bir izdirigini qilishib berishga yordam qilishini so'rayman. Rahmat.